Hammaga assalomu alaykum. Keyfingiz kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan Katana seriyasini olamiz. Albatta bu birinchi qismi bo'lmasa boshlayveramiz. Albatta nimaga kechqurun hozir chiqamizda albatta abrakadabra deb shunday sig'ir so'z aytamiz deb aytib chiqadi. Abrakadabra quyosh tush. Ana quyosh tushdi obunachilar ham abrakadabra quyosh tushdi. Sizlar men bilan xuyit qilyapsizlarmi? Obunachi quyosh tushdi. Albatta meni vazifam nima? Hozir ko'rsataman sizga vazifamni. Meni vazifam men uzr, xatolik bo'ldi. Uzr. Meni vazifam mashq qo'riqlash, albatta. Mashq qo'riqlash, o'qishlarda aylanaman. Aylanchi bir qo'riqlab chiqaman. Ertalab, kechqurun, kunduzi, ertalab. Mana nima? Jetil. Mana nima? Gapirmasdan o'tib ketdingmi? O'ldirib yuboraymi? Va'da chekkanman-da, qasamyod qilganman-ki o'ldirib yuborgan bo'lardim. Bo'lmasa bu nima ekani? Tugmacha bosib ko'rayman. Mayli, bosib ko'raman, lekin oldin birinchi bosqichimni o'zimga to'plab olaman. Agar bironta yomon narsa bo'lsa, sirajib birinchi bosqichim ishga ketadi. Oldin jonim to'lmasa, obunachilar, sabrli bo'linglar. To'lish qiyin ekan-da. So'ladi obunachilar, tezda o'ladi. To'ladi. Qani obunachilar, tezligim esa undan battar tez. Bo'l to'lib 1, 2, 3. Nima bu? Bordin. Oy yo'q. Mayli. Hop, birinchi katana, birinchi sig'ir. Jangga. Birinchi bosqichni menga ber. Qani? Shuncha hayvonlarni o'ldiraman. Qishlog'ingga ham o'zingga yasab. O'lib ketishimga beraman, o'lib ketaman. Jonim kam. Bular o'zi qancha? Bular qanchalik katta vardiylardan bor, hozir tushga qilganlar. Qo'y. Ikkinchi bosqichga kiraman. İkinci bosqich. Salvatchalar patagilaring. İkinci bosqichga chiqdim. Bordim men to'g'ri. Qizini sekinroq ishlarimni qilib Bunu tashamaylar. Salla vardinim javob. Salla qancha menga nima farqi yo'q. Vardinimga ham. Uchinchi bosqich chiqmasa bo'ladi. Uchinchi bosqich. Bosqichni ishlabdi obunachilar. O'zingizlar. Shunaqa savolga qo'yish mumkin. Hali bular tugamayapti. Aytib ancha bor. Yana vardiylar ekaniga. Vardi. Tezroq. Salamu. Nechta vardi bilmayman. Bo'cha kamit kozlar nechta vardi o'ldirganimi? Kamit kozlar nechta vardi o'ldirganimi? Yana bor. Yana vardilar bor ekan. Yo'q. Kelar insonlar. Kemash aytaman. Sallaga bemalol javob. Yana vardi ikkita. Hech qachon uyimga yaqinlashmayman hattoki. Bo'lmasa o'lasan. Hammaga. Hali qari bo'lsalar kuchim ko'rjataman. Yana vardiylar. Salla videoyu boshidan chiqib mana
ko'ribsanlar. Yana boqishlar tozalashim kerak. Yana bordin. Sallamcha ko'psanlar. Xudoga shukr, birinchisi qariblarga katta menga bosimchilik qilishmadi. Hozir qishloq atrofini o'rab qo'ysam kerak temir bilan. Blok bilan. Qoralashdi. Yana qoralashdi. Vardi. Kattada vardi. Qayersan bildirman. Qani vardi? Qoralashdi. Qani nima? Mana vardi. Sat. Foydasiz bo'lishlar. Yana katta bu yana. Voy, yana shuncha maxluq. Nimaga bu qishloqlarga boshqa qo'rasini sanaga bo'lsa yomonlik qilganmi bular? Yanami qishloqlar o'lib tashamadimiz qilib. Qishloqlar tiraymi birikta bo'lsa ham. Qishloqqa o'ldirmoqchi. Qishloqqa bor. Qishloqqa bormi yo'qmi shu ko'rmoqchiman. Hay o'tirib ko'rarkanman-da. Hasan. Yo'q, chiqshaq. Qanaqa bor? Uyim yonida ko'p edi. Ona bordingmi? Yo'q. Hammasi o'rgan yurishadi. Ko'p kishi. Ana qo'yganlar qani? Ha, nimaga ba'zanda shu mana uyim tagiga. Kimdir yo'qmi? Yana bor. Bu bordi. Ana. Agar bordan qolib ketsa hammamiz o'lamiz. To'g'ri, mana tashqari. Topilib qolgan bilanchilar. Hamma olib chiqishga bilmay, bittasi qurdim hozir. Kelyapti. Lekin qayerda? Qayerdadir yuribdi-da. Oh. Chisallar o'rmonga ketdi. Yana tasqar. Yana bitta kelyapti. Oh. Bu vartamas kelyapti. Shu nima ekan? Yuqar. Xudo shukr. Yana kim bor? Mana bu odam. Hozir men butun qishloqda aylanib chiqaman. Agar odam bo'lsa o'lik hisob. Böyle yorug'lash yo'qolsin. Qishloq aylanish katta. Qishlargacha bo'ldi, xavfli hayvon yo'qmi? Atrofda xavfli hayvonlar yo'q. Yaxshi. Atrofda juda xavfli hayvon yo'q. Chunki men xavfli hayvonlarni o'ldirib tashladim. Da. Ha, bo'ldi, yaxshi. Oh, yomon. Mayli. Mencha qolmadi, kafolat bilan. Mayli, tushirchi. Obunachilar, men sizlarga zo'r narsa ko'rsataman hozir. Bir istak bo'lib ketibdi uni. Izimdan bir istak bo'lib ketibdi. Mayli. Ana qo'yamiz bunga. Obunachilar, men sizlarga albatta o'zimni kalleksiyamni ko'rsatmoqchiman. Albatta bu yerda shuncha bor. Buni his qilyapsizlarmi? Nimalar qilishimni his qilyapsizlar? Nechta hayvonni o'ldirganman, nechta kuchli hayvonlar o'ldirib shuncha kolleksiya qilganman. Albatta portalchiga ham kirganman.
Shuncha Vardenni ham o'ldirganman. Haydi ko'rdingmi qancha Varden o'ldirib yubordim. Varden so'rashim bor. Albatta, da. Siz obunachilar. Ay, o'zimga bittagina shogird olishim kerak. Agar shogird olsam, o'zimni kuchli usullarim, magiyalarimni ko'rsatib o'rgatardim. Siz agar kimdir mana shu qishloqqa kelib qolsa, sizlar shogird qilardim-da. Albatta, masjidga so'rashib, bitta xolaga so'rashib chalayirdim. Siz, chunki o'lganimdan keyin ustuvoshlarim unga qoladi hammasi baribir ham. Siz, mayli uyimga chiqayapti. Yomon katta kuchim ketdi, o'ziyam surat chiqyapman. Albatta siz qanday suvdan chiqyapsiz? Siz suvga men chidamliman, juda chidamliman. Suvga chidamliman-da. Men sabab qo'ygan narsalarni. Ancha narsa yig'ilib qoldi. Qancha ham kataram ham kuchi juda ko'p ketibdi. Siz kataram nima sehrlar qilgan menga. Charchab ketdim. Obunachilar qo'rqmaymiz. Men juda baquvvatman. Chunki 3-boss damlamasdan ichdim. Bu meni juda baquvvat qiladi. Agar shogird bo'lsam, unga rosa mashg'ullar, o'yinlar o'ynardik har xil. Siz. Men jiddan olay bo'lmasa. Nima aytdim paydo bo'ldim? No. Mayli. Obunachilar, men sizga hozir zo'r sehrimni ko'rsataman. 1 2 3 Volakate! Obunachilar sehrimni ko'rdinglarmi? Albatta bu sehrli oynam. Bu faqat menda ko'rinadi xolos. Bu men juda sehrli oynam. Xohlasam jonliga, xohlasam kreativga o'tib yuraman. Ha, albatta. Bu kreativ emas, bu xohlagan paytimga osmonga uchish va narsalar olish beradi. Albatta bu men sehrli kuchim. Buni men mashhur ustozimdan o'rganganman. Mayli. Men bo'lmasa obunachilar, videomiz juda oz bo'ldi. Mayli, oz bo'lsa ham sizlar maza qilib ko'rgan bo'lsalaring mayli. Hammaga xayr obunachilar, like bilan obunachisidan chiqmasdan.